alaykum do'stlar. Bu videom Xudo Smart Avtogaz obunachilar uchun bo'ladi. Obuna bo'lganlar hamda obuna bo'lmoqchi bo'lganlarga ham bitta narsani aytib o'taman. Biz gaz qo'yib beramiz. Gaz qo'yib bergandan keyin Xudo xolasa garantiya beramiz 1 yildan 2 yilgacha. Garantiyani asl mohiyati qanaqa bo'ladi? Qo'ygan zapchastlarimiz, qo'ygan balonlarimizdan 1 yil davomida yoki 2 yil davomida qanaqadir muammo chiqadigan bo'lsa, muammo deganda qanday? Misol uchun utechka bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam gazi benzindan gazga o'tmay qolishi mumkin. Qanaqadir shunaqa muammolar bo'lishi mumkin. Shunaqa ikir-chikir muammochalar bo'lishi mumkin. O'sha muammoni 1 yil yoki 2 yil davomida tekinga hal qilib beramiz. Agarda siz 4 oy, 5 oy oldin gaz qo'ydirib, qanaqadir shunaqa utechkasimi, qanaqadir gazda muammo bo'lgan bo'lsa, bu degani sizga yoqmay qolsa, gaz balonini yechib olib, qilgan to'lovingizni qaytarib beriladi degani emas. Hozir bugun shunaqa situatsiya bo'lib qoldi. Kelyapti, 4 oy oldin gaz qo'yilgan. Gaz qo'ygandan keyin utechka bo'lgan, oddiy utechka bo'lgan. Utechka bo'lgani uchun yoqmay qolibdi gaz, kelib turib, yechib menga hamma qilgan to'lovimni qaytarib berasiz deyapti. Agar qaytarib bermasa, Allohga, Xudoga soldim deyapti. Nima degan gap? Bu nima degan gap? Men tushunmadim. 1 yil davomida men agar 4 oy, 5 oy yurib, sizga yoqmay qoladigan bo'lsa, yechib olmayman men. Mashina normalniy ishlab turgan bo'lsa, gazdan faqat utechka muammo bo'lgan bo'lsa, bu yechib olishga sabab bo'la olmaydi. Chunki biz ularga yoki kimgadir biz telefon qilib gaz qo'ydiring deb chaqirganimiz yo'q. Ular ko'rib kelyapti-da, gaz qo'ydiryapti. Qanaqadir muammo bo'lib qolsa, bu texnika. Bitta gaz sistemasida emas, boshqa temalarda ham texnika. Qanaqadir отказ degan narsa bor. Nimadir muammo bo'lishi bor. Agarda nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, tekinga 1 yil garantiya bersak, 1 yil, 2 yil garantiya bergan bo'lsak, 2 yil davomida tekinga muammosi hal qilib beramiz. Lekin yechib gaz balonni qaytarib berib, pulingizni qaytarib bermaymiz. Yana bitta nimadir bo'lishi mumkin, agarda nimadir yoqmaydigan bo'lsa, yoqmay qoldi, nimadir yurishlarim mashinani yoki bo'lmasam narx ko'tarilib ketdi propanda. Propanda narx ko'tarilib ketdi-da, propan prosta qimmatlik qilyapti, prosta yoqmay qoldi. Yechib tashlamoqchisiz. Yurganini hisobini olib, ozgina plyus-minusini qilib, kamroq pul qaytarib beramiz. Yechib olish xizmatlarimiz ham bor. O'shani sizlardan so'rab qolardim, akalar, og'aynilar, oshnalar, qadrdonlar. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, agarda gaz qo'ydiradigan bo'lsalaringiz, bizga ishonib keladigan bo'lsalaringiz, biz sizlarga metan propan ustonovka qilib beramiz, tanlovingizga qarab. Agarda 1 yil garantiya bersak, 1 yil o'sha gap, 2 yil garantiya bersak, o'sha aytilgan gap, 2 yil davomida nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh tekinga hal qilib berishga harakat qilamiz. Lekin gaz baloningiz sizga yoqmaydigan bo'lib qolsa, qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lib qolsa, yoqmaydigan bo'lib qolsa, yechib pulingizni hammasini qaytarib bera olmaymiz, to'g'ri tushuninglar. Bu videoni oldin metan, propan qo'ygan hamda bundan keyin metan yoki propan qayerda qo'ysam bo'ladi deb izlab yurgan tashlarga javob qo'yasizlar. Bu ma'lumotimizni ham ko'rib, o'shanga qarab xulosa qilishni so'rab qoladik. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz faqat sizlar uchun ishlaymiz.